Görüp durganınızday bize yani Amudaryanı boyundamız kuruk beklayın. Yani o ortasında durtmaz. Dostlar ilgari evvelleri işörlerde su cüdeyem köp bola dedi. Bu tarafımız görüp durganınızday bu tarafta otura dedik. Bu yani ortasıydı. Hop. Amudaryada su qanday deb yurgan do'stlara ushbu videomizni o'tirmay oxirlarini görüp turib Jonat Qo'shni esdan chiqarmaymiz. Do'stlar, yurtimiz tinch bo'lsin. Yani osmonimiz musaffo bo'lsin, suvlarimiz mo'l bo'lsin. Xudo xohlasa tinchligini ko'z deymasin deylar. Bir like bosib qo'yamiz. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli Xalq Bilsin kanalına hurmatli kuzatuvchilari, sog'misizlar, omonmisizlar. Ko'pchilik obunachilarimiz Ulug'bek Amudaryada suv qanday haqiqatan ham qaytib ketdimi suvlar deb turib yozib turgan odamlar ham yo'q emas. Bize haqiqatan ham kelsak, yine Amudaryada ko'rib turganingizdek suv yo'q bu tarafta. Arak tarafta endi bir ozgina suvlarimiz bazı video davomida ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu ham ko'p emas, rasmi challik metr qaytib ketgan bilmaymiz suvni. O arakda var berlar ham suv aylazi shu yurgan yerlarimiz ham yani suvlikka yeradi berlar ham. Hozir yine Amudaryodagi suvni xudo xolasa ko'rsatamiz. Yine Amudariyoning suvi rasmi kamaygan. Ne deymiz? Endi Xudoyim shu Amudaryomizda suv ko'p bo'lg'ay. Alloh taolo bir barakatli yomg'irlarni yog'dirib, sularimiz nichalik ko'p bo'lsa, dehqonchiligimizga barakat bo'ladi. Xudo xohlasa dehqonchiligimiz nichalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, hosilimiz mo'l bo'ladigan bo'lsa, arzonchilik bo'laveradi. Xudo xohlasa shu yurtimiz tinch bo'lsin, suvimiz ko'p bo'lsin. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalımıza abone olinglar. Sizlar bilan Ulug'bek berdiğim Xalq Bilsin kanalı Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati o'rtasidagi, ya'ni Amudaryoda bo'ldik. Sağ bo'linglar.